Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Aynan sizlar uchun hovli uy topib qo'ydim. Arzon narxga har doimgidek batafsil ma'lumotlarga ega bo'lish uchun ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Videoni oxirigacha kuzatamiz. Narxi, manzili, shu joydan olish kerakmi, yo'qmi? Batafsil aytib o'taman. Sizlar bilan qaytarib o'taman. Har doimgidek aktiv ko'k ko'z bo'la Ali Jo'raboyev. Qanunda biz boshladik. Batafsil do'stlar, yerimizni ko'rishimiz mumkin. Tekis basseyn, shlakablok bilan polностью to'rtburchak qilib o'ralgan do'stlar. Qo'shinlari ahil, bu yerga даже fundament qilib qo'yishibdi. Uyimizdan boshlaymiz. Mana ko'rishimiz mumkin ichkariroqdan. Bu yerda mana birinchi xonamiz do'stlar. Birinchi xonamizni ko'rishimiz mumkin. O'rtacha kattalikda 1.80 bo'lyapti patologi. Birinchi xona. Bunimiz ikkinchi xonamiz do'stlar. Ko'rishimiz mumkin. Bu ham o'rtacha kattalikda. Bunimiz menimcha 2,5 ga 3 bo'lish kerak. Eniga, bo'yiga bu 2 ga 2 bo'lish, 2,5 ga 2 bo'lish kerak. Bu ikkinchi xonamiz. Bu yerda esa uchinchi xonamiz do'stlar. Bu yerda menimcha remont yo'q. Bu 2,5 ga 6 bo'lsa kerak do'stlar. 2,5 ga 6. Ko'rib turgan barcha mebel, ko'rpa to'shak hamma narsa olib chiqib ketdilar ekan, qolmas ekan do'stlar. Agar uyda egasi bilan kelisha olsalaringiz qolishi mumkin dedi. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Mana tashqi ko'rinishi, как положено. Mahalla tinch, shaharga yaqin. Oynalar reshotka qilingan, chiroyligina qilib gap bo'lishi mumkin emas. Bu yerimiz mana darvoza zona do'stlar. Bu yerimizda mana basseyn, quduqdan suv chiqqan do'stlar. Sizni qudug'ingizda suvingiz bormi yoki yo'qmi? Fikringizni обязательно yozib qoldiring. Menga juda ham qiziq. Ya'ni ba'zi bir yerlarda, ba'zi bir joylarda suvdan muammo bo'lar ekan. Bu joyda esa suvdan umuman muammo yo'q do'stlar. Shuning uchun bosoradigan joyi. Bu yerimizda mana ko'rishimiz mumkin. Mana shlakablok bilan qaytarib o'taman, urilib o'tgan. Polностью menimcha 3 metr bo'yiga bo'lsa kerak. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana olma daraxti, har xil bir daraxtlardan bor ekan, malina ham kerak bo'lsa bor ekan. Ko'rib turgan mana shu mayda-chuda narsalar brektasi olib chiqib ketiladi, qolganlari qolar ekan do'stlar. Bu yerimizda mana tipa o'tinxona. Bu yerimizni mana ko'rsatadigan bo'lsam, bu yerimizda menimcha hojatxona bilan vanna deyishdi. Agar eshik yopilmagan bo'lsa, mana ochiq ekan do'stlar. Ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana hojatxonamiz. Bu yerda mana svetlar o'rnatilgan. Bu yerda mana ko'rishimiz mumkin. Tipa vannans. Bu yerimizda mana kirovarish zonasi ko'rishimiz mumkin do'stlar. Bu yerimiz mana do'stlar ko'rishimiz mumkin hojatxonamiz. Hojatxonamiz 1,5 ga 3 bo'lyapti. Laminatsiya qilingan. Как положено bu yerdan ko'rishimiz mumkin kanalizatsiya o'tgan do'stlar. Ya'ni u truba. Nima deyiladi shu o'z fikringizni yozib qoldiring. Bu yerda menimcha havoni yaxshilab turuvchi truba aniq qilingan. Bu yerda mana menimcha tahoratxona dushi bilan birga. Bu yerimizda mana ko'rishimiz mumkin proxod. Yoq-buyog'ini remont qilib olsangiz chiroyligina bo'ladi, lekin pishgan g'ishga qilingan ekan. Nega deyilganda netdan polностью ko'rinib turibdi. Bu yerda mana aytib o'tdim, yo kladovkami yo bani sifatida foydalanishingiz mumkin. Svetlar o'tgan. Конечно, yoq-buyog'ini ulasangiz, svetni pulini to'lasangiz, chotki bo'lib ishlaydi. Bu yerda mana yana qo'shimcha kiraverishimiz. Mana shlakabloklar ko'rishingiz mumkin, yangigina urilgan. Bu yerda mana basseyn. Basseynda o'zi ham bir 3 metrlik, menimcha yo 2 metrlik ko'rishimiz mumkin. Basseynni ham bitirib olib, qishin yozin cho'milsangiz bo'ladi. Bu yerimizda qaytarib o'taman, mana o'tinxonamiz. O'tinxonamiz ham dastatishni o'tinlari bor. Endi qishda bilasizlar, o'zimiz bilan xo'jalikda o'tin kerakli narsa, netda yoqiladi va bemalol cho'milaveradigan joy. Buni bu yerda ko'rishimiz mumkin. Pishg'ag'ish, orqalarigacha shlakablok. Bu yerga kirganimda do'stlar, menga nimasi yoqdi do'stlar? Birinchi o'rinda gapni ochig'i yoqqan tarafi manzara, ikkinchisi joyi, yeri tekisligi, ishi yo'qligi, ishi bor to'g'risi, yoq-buyog'ini tozalash kerak. No, в принципе, yaxshi joy. Bu yerimizda mana ko'rishimiz mumkin malinalar, bu yerimizda mana daraxtlar. Hozir metni yopib qo'yamiz. Lekin gapni ochig'i do'stlar, 3 kun ichida shu lokatsiyadan sal ichkariroq joyda 4 sotixli uydi, 4 sotixli uydi deyapman, 4 sotixli yerdi 15,5 ming dollar deyishayotgan edi, 13,700 ga baraka bo'ldi do'stlar. Bitta masalan bizning ishimiz avvalambor uyi yo'q insonga
uyni taklif qilib sotish, uyli qildirish yo uyni sotmoqchi bo'lgan insonga uyni sotishga yordam berish. Do'stlar, gapni ochig'i, mana bu yerimizda ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda nega narxi qimmatroq? Bu yerda sotig'i do'stlar 5 sotiq bo'ladi. Bu yerda ham baseyni, bu yerda keyin 3 metr полностью шлакоблокli urilgan. Keyin hojatxonasi, vannasi, hamma narsasi bor. Vannasi mana kerak bo'lsa mana vanna spoti bilan. Bu yerimizda mana malina, ziloniy zona. Bu yerimizda mana olma. Bu yerimizda bu meva nima deyiladi do'stlar? Esimdan chiqib ketdi to'g'risi. Bu yerimizda mana ko'rishimiz mumkin. Uydagilar ham zo'r gap aytdi. Odam uyni sotgisi kelsa qandaydir qarovsiz qolib ketar ekan bu uy. Chunki bu uyda bu joydan ko'ngli qolib o'zini joyiga e'tibor qaratgisi kelaverar ekan. Chunki buni sotgandan keyin boshqa insonniki bo'ladi-yu, lekin bu yerga ham ancha mehr berilib qaratilgan ekan. Nega deyilganda baseyn qurilgan, nega deyilganda bu yerda kolodets bor. Mana birinchi baseyn, eski baseyn, nariyoqqa kattalarda baseynni qurishgan ekan menimcha. Bu yerdagi mana uylarimizni aytib o'tdim do'stlar, ko'rishimiz mumkin. U ham в принципе yomon emas. Yaqin-yaqinda restavratsiya qilib, boshlanishiga yashab tursangiz bo'ladigan joy. To'g'ri, buzib, boshqa qilaman, rasxodi ko'p deyishingiz mumkin. Fikringizga qo'shilaman. Kimda sharoiti bo'ladi shu narsaga, kimda sharoiti bo'lmaydi. Shundan kelib chiqqan holda o'zingiz plus minusini ko'rib netib aniq qilaverasiz. Manziliga to'xtalib o'tadigan bo'lsam, Toshkent viloyati Angren shahrida Oqsaroy to'yxonasi sal ichkariroqqa kirgan joyda do'stlar. Narxini uydagilar $25,000 deyishyapti. Avvalambor, yaxshigina tushib beradigan joyi bor do'stlar. Gapni ochig'i. Nega deyilganda srochni pul zaril uyda egasiga. Shuning uchun joyda tavsiya etaman o'zim tajribamdan kelib chiqqan holda. To'g'ri, klientlarimiz chaqiradi, syomka qilib bering, olib bering, sotib bering va hokazo va hokazo. Bu yerdagi joylar ham tez ketadi, ham shaharga yaqin bo'lgan joy. Eng yaxshisi aytaymi nima? O'zimizni Angren shahrida yo'l ustida yangi masjid qurilyapti-da. Inshaalloh shu yil oxirigacha bitadi. Eng zo'ri masjidga yaqinligi. Peshkum borsangiz, uzog'i 7 minutda borasiz, mashinada borsangiz 2 minutda borasiz. Shuning uchun do'stlar tavsiya etaman. Lekin yeri ham zo'r, suvdan ham, gazdan ham, svetdan ham muammo yo'q. Avvalambor bu yerga o'tkazilganmi svet, gaz, suv bilmadimmi? Lekin mahallaga ko'rishimiz mumkin. Svet, gaz, suv hamma narsa o'tkazilgan. Kechaginda sotgan joyimizda kanalizatsiya ham o'tgan ekan. Menimcha bu yerdan ham kanalizatsiya o'tgan bo'lish kerak. Batafsil ma'lumotlarni bilish uchun, joyiga kelib ko'rish uchun bemalol ekrandagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bundan-da zo'rroq, arzonroq va yaxshiroq lokatsiyadagi uylarni, joylarni, mashinalarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib, kuzatishda davom etamiz. Sizlar bilan har doimda aktiv ko'k-ko'z bo'lib, uyingizni, joyingizni, yeringizni, mashinangizni arendaga bermoqchi bo'lsangiz, yo tez sotmoqchi bo'lsangiz, yo tez olmoqchi bo'lsangiz, dokument bo'yicha muammoingizni hal qilib beramiz do'stlar. Uyni narxini qaytarib o'taman. Ya'ni hovli uyni narxini uydagilar $25,000 deyishyapti. Обязательно yaxshigina tushib beradigan joyi bor. Obuna bo'lib, like bosib, bizni kuzatishda davom etamiz. Kuzatganingiz uchun rahmat.